Toronto Sen'et Kichiliki haqqida ئەبجەش ئويلۇنۇشلار. Aptori Seher. Oylunush 1. Yaqında Xitaylarning Uyg'ur kiyim-kechaklarni kiyib, ayol sap bo'lib, qimmatli madaniyat, san'at boyligimiz bo'lgan nazokatlik Uyg'ur usulini o'ynab chiqqanlik videosini ko'rib, yuragim og'ridi. Bu menga qadimki mundaq bir rivoyatni eslatdi. Qadimki zamonda go'zallar tanrisi bilan satlar tanrisi bor ekan. Bir kuni saharda go'zallar tanrisi uxlayotsa, satlar tanrisi asta uning sarayiga kirib, go'zallar tanrisining kiyimini o'g'irlab chiqib ketibdi. Shuningdan e'tiboran satlar tanrisi go'zallar tanrisining kiyimini kiyib, gidarab, g'odiyib yuradigan. Go'zallar tanrisi satning kiyimini kiyib olgan holatda pagolada yuradigan bo'lib qopti. Amaliyotda dunyoga Uyg'urlarni odam qilish uchun tarbiyalash lagerlarini ochdiq deb jar silayotgan Xitoy ayollardan sap tuzgan holda nazokatlik Uyg'ur usulini kollektiv o'ynab chiqishi, satlar tanrisining go'zallar tanrisining kiyimini o'g'irlab kiyib olgan rivoyatga o'xshaydi. Yana bir tarafdan Xitoylarning Uyg'ur usulini o'zining qilvilishiga tirishishi, Uyg'urlarning oxirgi umid uchqunlarini yo'q chiqarib, Uyg'ur xalqini umidsizlik patqig'iga ittirish orqali Uyg'ur usullarini asara atiqiga aylantirib qo'yishdan boshqa narsa emas. Men nazokatlik Uyg'ur usulining Xitoy xotinlarining qo'liga o'tganligini ko'rib, xuddi onam menga miros qilib qoldirgan pokovay yog'liqni onamning dushmanining beshida ko'rgandek bearam bo'ldim. O'ylanib qoldim. Ilgari bak siyosiy bo'lib ketganligimni his qildim. Aslida madaniyat san'atimizni tashviq qilish, da'voyimizni dunyoga tunutishdiki kam bo'lsa bo'lmaydigan nuqta ekan. Torontoda go'zallik tanrisining chiroyli kiyimini o'g'irlab olgan satlar tanrisining qo'lidan faqat go'zallarga yarashadigan bu qimmatli go'harni tortib elib berishga yordamlashadigan Nur madaniyat markazidek adolatni yoqlaydigan markazlarimi bor. Umidsizlanmayli. Shundaqla satlar tanrisining qo'limizdan umid shamlarimizni tortib olishig'imi ruxsat qilmayli. Dunyoda texi adolat o'lmadi. Biz 8-iyun kuni satlar tanrisi tortib olishga tirishayotgan go'zal kiyimlarimizni kiyib, bizning naqshimizni, bizning usullarimizni hech kimga tortqizib qo'ymaydiganligimizni dunyoga jakarlamoqchi. Bu faqatla bir san'at kechiligi emas. Bu namoyish. Bu hattoki yurish. San'at kechiligimizga qadam tashrif qiling. Naqsha, soz, usullarimizning sadosi Tangri tog'laridan halqib, Xitoyning jazo lagerlarigacha bo'sib kirib, xalqimizga umid bersin. Namoyishlarimizni naqshi usullarimiz bilan yug'urib o'taylik. Matamlarimiz chehrimizda umid nuri bo'lib porlasin. Oylunushlarımның davomi bor. 2019 yil 26 may